Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonalarimiz Urganch shahrimizning ajoyib mestasida MTS'da 2 qavatli 240 kvadrat metr bo'lgan podkuluch xonadan bilan tanishib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Eldilarim sessiya bo'lgan, kanalizatsiya chiqqan. Eldilarim orqaga 2 mashina sig'adi. Ziloniy zonasi bor. Fasadlarim travitilla qilingan, ham balkondan mega 240 kvadrat metrda joylashgan. Tayyor xonadan to'g'ri girib yashaymonda joy qilib bergan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan birisi. Ham yo'l ham yaqin, marshrut 12 marshrutda o'tib turibdi. Belli stupenka qilingan, ham mramor bo'lgan. Ustida girish eshlari ham ajoyib koreyskiy ishlardan qo'yilgan. Bismillah deb giramiz. Girgandan koridor prixojimiz yana azlar. Prixojimiz ham oyoq tiylari kafel, ham teplый pol bo'lgan. Divorlar oboy qilingan, mo'yish atashin to'boylardan qilganlar. O'ng tarafimizda bu yerda rakoinalar bayna, kafellar qilingan, elektrik avtomatlari har xona uchun отдельно yevrosilda montaj qilingan. Suv uchun nasos ham qo'yilgan, suv cho'chiklari ham bor. Oyoq tiyli kafellarimiz ham ajoyib bundan foydalanganlar, yaxshi qilasinlar. Hem teplый pol qilib qo'ydilar. Birinchi etajimiz 100% teplый polda qizadi. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimiz 100% podkuluch holatda turibdi. To'g'ri girib yashaydigan, bu yerda televizor turadigan zonasini chiroyli qilib dekorativ panellar bilan o'tib qo'ydilar. Bu yerda televizor turadigan postavkamiz o'tganlar, dekorativ panellar chiroyli qilib bir bezakan berganlar. Oyoq tiylarimiz teplый pol, laminat pollar ham qilingan. Razmeri ham katta dalonimiz, buningdan 6, enini 720 razmerda tushgan. Chiroyli qilib remont qilganlar. Patologlarimiz o'rtalari natijoy, qara natijoydan foydalanganlar, galagellar qo'yilgan, MDF bilan ishlab qilganlar. Joyimiz umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar, aynali, sifatli xillaridan. Yarma eshik. Bu tarafimizda sanuzeli, birinchi etajniki 2 sanuzeli bor. Oyoq tiylari teplый pol, kafellar qilingan, divorlar ham kafel. Patologlarimiz natijoy, ham karnizlar ham qisilgan. Temaxoy joylari bor. Vanna, unitaz, rakoinalar ham qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar, ajoyib sifatli xillardan yo'rtgansin, zamonaviy xillardan o'rnatganlar. Gaz va suvlar gap turibdi, muammosiz. Bu tarafimiz zal joyi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, eni 4 metr, uzunasi 570 bor. Oyoq tiylarimiz teplый pol, divorlar atachento oboylardan qilganlar. Yo'rtgansin sifatli xillardan, aynalar ham plastik olmalar, podogoniklari bor. Patologlarimiz natijoy, lyustralar ham asilgan. Listinsamiz quyma. Chiroyli qilib ishlab qilganlar, ustlar ham yog'ochlar bilan chiroyli qilib zötganlar. Aristollari bor, bu yerda kir mashin tochkalari, teplый pol kollektorlari. Hamma teplый pol birinchi etajimiz, yine zamoklarni ham yaxshisidan qo'yganlar, eshiklar bir oshxona qismi bo'ladi. Kuxinniy mebellari bor, fartuqlar qilingan, divorlar oboy, laminatlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Tarafimizda yana do'konning настенный отопление ham qo'yilgan. Yaxshisidan. Hurmatli vatandoshlar, sifatlatib o'tirganlar. Bog' qismi katta tushganlar. Ziloniy zonasi, krugoy steshgan bo'lgan. Bemalol topchan qo'yib dam olib o'tirish uchun sharoitlari bor. Lyustralar ham chiroylisindan asqallar, ham galagellar qo'yilgan, patologlar. Tayyor xonadan qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan biri. Bu yerda daburlar ham o'rnatganlar, narishlari bor. Bu yerda chiroyli qilib zirkolar ham o'rnatib qo'ydilar. Hurmatli vatandoshlar, ikkinchi etajga chiqsak, ikkinchi etajimizda 3 tane xonasi bor, bir sanuzeliga ega. Chap tarafda zal qismi bo'ladi. Eshiklari yarma eshik berimizda ekan. Bu yerimizda 6 ga 720 razmerda tushgan balkon qismi ham bor. Balkon ham katta. Oyoq tiylari kafel qilingan. Bellar ham polli oboy. Lechiroqlardan tashab qo'ydilar, yorug'lik yaxshi bo'lishi uchun. Bellar ham natijoy qilingan, natijoylar ham matfiy oq natijoydan foydalanganlar. Galagellar ham bor. Katta zal joy. Televizor uchun rozyetka, antenna joylari bor. Narx ham, hurmatli obunachilar, $95 ming aytilib turibdi. Ustida galishadigan yeri bor. Bu tarafimiz ikkinchi sanuzeli. İkinci qavatdagi sanuzeli. Oyoq tiylari kafel, chiroyli kafellardan qilganlar, patologlar, natijoy, divorlar ham kafel. Nima joylari bor, dush qilib qo'ydilar. Hamma joylari o'rnatilgan.
Benim tüplü pol bu yani. Tüplü pol kollektorları. Bu tarafta 2 spalnisi var. Birimiz 350'ye, uzinası 570'ler bak, hürmetli vatandaşlar. Lüstralar asılgan patologlar çıraylı kılıp gipsakarından figüram kılğalla. Birimiz ise bunun yine 3,5 ve yine bir 370'ler baş yüreci arayandan korsa bir yandan bir 2 metre bak, hürmetli vatandaşlar. Bir yandan kalasanız bir şap çakıl ötürseniizler hem bola veredi. Yani olsa tez olur, zonası kılıp koysanız da oladı. Spalni cayımız var. Radiatorlar bağ, aynalar patagonikler koyulur aynalar plastik ramlarında, hürmetli vatandaşlar. Çırayla kılıp remont kılğalla. Narxı 95.000 dolar, üstünde gəlişlərdən yeri var, dokumenti 100% təyar, mamması doğru adlanırsa ötədən. Lüstralar yine zorunlu askallar. Acayip hıylasından. Hem 240 kvadratmetre yola yakın, 12 marşrutu yanına tuttu. Yan tarafında bakça, mekteplerden mamması yok. Bazarçalar, Ray Center bazardan yakın. Acayip mestada. Mesta polajeniyası zor. Hem patkuliş 100% təyar durdu. Şunun təyar caydan kalabirge yakınlarınız bu sefer videonu yürek koysa bize arkalı caya sala. Faydamız diyeceğinden xursand bulamız, hürmetli vatandaşlar. Hem sağ ol, salamet dilimiz ki İngilizce görüşünce hayırda kalamız.